terim jarayonlari boshlandi. Hosillarga, yashillarga, karobkalarga uzilayotgan holatini ko'rsatib o'ramiz. Mana bexini holatini ko'ringlar mana. Tillarang bo'lib, juda ham chiroyli bo'lib, mana karobkalarga uzilyapti. Mana bular yashikka mana. Mana buni navi olma bexi. Mana shu bog'dan terilib yashillarga, karobkalarga mana solnyapti. Mana bu karobkadagini ham ko'ringlar. Mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tasi mana bir qator bo'lyapti karobkada. Mana bu yashidagina. Bu salfetkalarni qo'yish sababi bexida tepa qatlamida mevani tepa qatlamida kilinka bo'lmaydi. Agar chirisa bir-biriga o'tib ketmaydi. Shuning uchun shunaqa salfetkalar qo'yib turib, ehtiyot qilib teriladi mana. Mana bunisini ham ko'ringlar mana. Mana bexi. Bu birinchi o'rinda qarovga bog'liq. Mana hozirgi kunda mevani terib bo'lgandan keyin taylariga amapoz, kalilarni so'salaring, xudo xolasa, sizlar ham ekkanlaringda xuddi shu holatda mana meva olasizlar. Mana yashida ham. Mana boqmoqchi bo'lganlar nomerlarimizni yozib qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xuddi shu holatda mana bog'larni tashkillab beramiz. Mana rangi ham juda ham tillarang bo'lib, sarg'ayib ketgan.